Ya'ni inson deydi, keladi-ku, Allohning oldiga boramiz-ku hammamiz. O'sha paytda Allohim, men seni hozir orqaga qaytarsam, yana bir 10 yilga nima qilgan bo'larding deb savol berganimda ko'p odamlarni javobi bir xil bo'lib chiqadi deganda, o'sha ikkinchi bandasiga aytyapti. Как ты думаешь deganda, endi o'sha odamlar qanaqa javob beradi desa, ota-onamdan kechirim so'rardim deydimi desa, yo'q debdi. Yana nima degan? Namoz o'qirdim debdimi, namoz o'qimaydigan narsa yo'q emas debdi. Hojiga borib kelardim desa, yo'q, u ham emas debdi. Yana 5-6 ta variantlar aytgan ekan, Alloh taolo aytdi, yo'q emas debdi. Ko'pchilik почти 100% debdi. Orqaga qaytarsang ehson qilardim der ekan. Ko'rdingizmi? Ehson qilardim debdi. Потому что ehsonning mukofoti juda ham zo'r ekan. Shuning uchun u dunyoga borganimizda ertaga yana bir 5-6 yil men orqaga qaytar, baraka topkir, men shunda ehson qilib kelay deb yalinib yurmang Alloh taolaga. Bitta anekdot bor, bilasizlar? Bitta fohishamidi kimidi? Fohisha edi, tamoyil. Fohisha. Tushadi-ku u dunyoga. Keyin Alloh taolaga aytadi-ku, meni kechir, yana 10 yil vaqt ber menga, orqaga qaytar meni. Men endi to'g'ri yuraman, rumolga kiraman, mana shunday namoz o'qiyman desa, Alloh taolo qarab turadi. Mayli deydi, orqaga jo'natadi-ku uni. Keyin u qarasa, undoq ko'zini ochsa, yana 10 yil bor deydi. Shunda salonga kiradi de, sochlarini Alloh va balo qilib, mana shunaqa mini yubkalarni kiyib olib, hali 10 yil bor-ku deb, mana shunaqa ko'chada o'tib ketayotgan paytda mashina urib ketadi-da uni. Yana o'ladi-ku. Keyin u dunyoga borgan paytda keyin Xudoga yana oldiga borganda aytadi-ku, sen 10 yil vaqt berganding-ku menga. Nimaga yana o'ldirding meni? Sen menga 10 yil vaqt berganding-ku desa Alloh taolo. Men seni tanimabman deydi-ku.